Xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi doirasida Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida madadkor energetik ko'rik tanlovi tashkil etildi. Mehnat muhofazasi, sanoat va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish madaniyatini yuksaltirish, xodimlarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan mazkur tadbirdan muxbirimiz hikoya qiladi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining quvvati 3000 megawattga teng. Shundan ham ko'rinadiki, bu yerda katta kuchlanish bor. Birgina xato ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Shu boisdan stansiyada ishchi xodimlar doimiy tarzda o'qitiladi, nazariya esa amaliyotda mustahkamlanadi. Madadkor energetik ko'rik tanlovi ham ushbu ishlarni yanada yaxshilashga xizmat qildi. Musobaqada korxonaning barcha xizmat, sex va bo'limlarida faoliyat yuritayotgan energetiklar, ta'mirlash hamda ekspluatatsiya xodimlari ishtirok etdi. Ishtirokchilar 3 ta shart bo'yicha bellashib, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiga oid nazariy savollarga javob berdi. Favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish hamda jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajardi. Jarayonda himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, ish joylarini xavfsiz tashkil etish, ishlab chiqarish intizomiga rioya qilish va xavfli vaziyatlarni tezkor baholash ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratildi. 1-iyundan 1-iyulgacha xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi o'tkazilmoqda. Bu bo'yicha o'zimizda Sirdaryo filialida ham 1-iyundan 1-iyulgacha xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Bulardan o'sha xodimlarga birinchi yordam ko'rsatish, xodimlarni baxtsiz hodisalar, jarohatlanishlar bo'yicha, kasb kasalliklari bo'yicha, mehnat intizomiga rioya qilish bo'yicha shuncha ishlar o'tkazilmoqda. Bu musobaqamizni hammaga dalda bo'lish uchun yordam uchun madadkor energetik deb nomlaganmiz. Tadbirda qayd etilganidek, madadkor energetik ko'rik tanlovi xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish, jamoalarda xavfsiz mehnat madaniyatini shakllantirish va ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlik talablariga mas'uliyat bilan yondashishni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Korxonamizda xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi o'tkazilyapti. Bu ko'rik oyligi doirasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Mana ish joylarida mehnat sharoitlari yaratilish, xodimlarda himoya vositalarining ta'minlanishi, shular ichida mana bugun xodimlar bilan musobaqa tashkil qilganmiz. Bu musobaqamiz mana ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Keyinchalik buni o'z ishida foydalanib, xodimlarni to'g'ri va qulay mehnat sharoitlarida ishlashini ta'minlashga ko'maklashadi. Ishtirokchilarning harakatlari hakamlar hay'ati tomonidan belgilangan mezonlar asosida baholandi. Qizg'in bahslar ostida kechgan tanlov yakunlariga ko'ra, birinchi o'rin distillat chuchuklashtirish stansiyasi jamoasiga, ikkinchi o'rin qozon turbina sexi jamoasiga, uchinchi o'rin esa kimyo sexi jamoasiga nasib etdi. G'olib jamoalar diplom, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.